Demak, quyida geometrik savolni ko'rib ketamiz. Bizda ABCD kvadrat berilgan degan shartida aytilyapti va ADE mana bu yerda ADE to'g'ri burchakli uchburchak, ABF to'g'ri burchakli uchburchak deyapti va tomonlarni ham bergan. Xo'p, bu yerda belgilashlar kiritaylik. Burchaklarni bir alfa desak, mana burchakni beta desak, alfa plus beta 90. Kvadrat bo'lgandan keyin mana burchakka 90 gradus, mana bu tarafga yana alfa qoladi. Nega deganda, chunki jam burch 80 bo'lish uchun o'rtaga 90 bor, ikkita burchakka 90 qoldi. Alfa bilan beta yig'indisi 90 bo'lgandan keyin bir taraf beta, ikkinchi taraf alfa bo'lishga majbur. Va mana bu to'g'ri burchakli uchburchakdan ham mana bu burchagimizni beta deya olamiz. Mana bu kvadrat bo'lgandan keyin to'rttala tomon bir-biriga teng bo'ladi. Xo'p, keling biror bir A tomon deylik. A tomon. Bu o'zi agar o'xshashlik, tenglik qoidalarini bilsak, uncha qiyin savol emas. Birinchi navbatda uchburchaklar tengligini ishlatamiz. Uchburchak demak ADE uchburchak ADE teng uchburchak ABF ga. Chunki bu yerda BTB alomati bo'lyapti. Birinchi burchakning ikkita burchagi unga yopishgan tomoni alfa beta A. Alfa beta A. Uchburchaklar teng. Teng bo'lgandan keyin barcha tomonlari teng. Ya'ni alfa qarshisidagi beta qarshisidagi tomon 8 bo'lsa, beta qarshisidagi tomon 8 bo'ladi. Bundan AF ni 8 ligini bilish mumkin va mana buni 4 ligini bilish mumkin. Chunki alfa qarshisidagi tomon 4. Xo'p, endi xuddi shu ishni yana qilamiz. Mana bu DE masofani yuqoriga davom ettiramiz. DE masofani demak DE masofani yuqoriga davom ettirsak, va mana bunday tutashtirsak, perpendikulyar qilib, mana bu yerda 90 gradus bo'ladi. Xuddi shu yuqoridagi holat. Mana burchagimiz alfa bo'lsa, mana bu yerga beta qoladi. Chunki o'rtasi 90, mana bu yerga beta burchak qoldi. Va mana bu yerga alfa burchak qoldi. Xuddi shu qoidaga ko'ra, yana bu yerda mana bu nuqtani biror bir I nuqta deydigan bo'lsak, yana uchburchak teng bo'ladi. 3 ta uchburchak teng u yerda. O'sha qoidamizga ko'ra IDC uchburchak IDC. Demak, IDC kitob reklamasi ketdik desa ham bo'ladi. Xo'p, teng bo'lgandan keyin tomonlarni kiritamiz. Alfa qarshisidagi tomon 4 ga teng. O'shaning uchun mana bu ID masofani 4, mana bu IC masofani 8 desak bo'ladi. Deyarli bu yerda hamma narsa topildi. Birinchi navbatda CF ni yuzini so'rayapti. CF ni yuzi demak tomoni va unga tushgan balandligi ko'paytmasi yarmiga teng. Unga tushgan balandligini biz mana balandlik tushiradigan bo'lsak 4 plus 8 deyishimiz mumkin. Demak, A shartini yechadigan bo'lsak, CF ni yuzi. Demak, 12 ko'paytiruv 12 taqsim 2, ya'ni 72 bo'lib qolyapti. A shartining javobi. Endi EC kesma uzunligi nimaga teng deyapti? EC kesma uzunligi esa EC kesma uzunligi 8 va 12 ning Pifagori bo'lib qolyapti. Demak, 8 ning kvadrati 64, 12 niki 144 bo'ladigan bo'lsa, 208 bundan 16 kare 13 desak, 4 ildiz ostida 13 kelib chiqyapti. Demak, 4 ildiz ostida 13 bu ikkinchi EC masofani javobi. Xo'p, demak, shunga o'xshash misollarning yechimini o'rganish kerak bo'lsa, bizni Telegram kanaliga a'zo bo'ling. Telegram kanal matematika 1997.